Mana mashinaning holati sekin-sekin o'ziga kelyapti. Matizga o'xshayapti sekin-sekin mana. Motor almashdi. Motor aviaga qo'yib yuborildi. Kecha mo'yga qildim. Motorni mana patrasga qilindi. Amalsizda kurjinani bo'lyapti. Salonni ko'rasizlar. Salonga ozgina ishlov beryapman. Endi mehr berish kerak salonga. Mana hozir polniy poli pakraska bo'ldi. Chiriyotgan joylar bor edi. Mana hamma chirigan joy bor, mana yorilyapti, balon ko'rinyapti. O'sha yerda yamash kerak. Patologlarni olib tashladim. Qurtlab ketgan ekan. Mana polni qurtlab mana joylarga mana mixli urib tashlagan mana. Mix urgan. Shinani oynaga qo'ygan ham mix bor. Shunaqa urib tashlagan. Yaltirabdimi? Nima? Endi ozgina ishi qoldi. Faqat bitta yana bitta ish chiqyapti. Korobkada ovoz bor. Mana. Zavod qilaman. Zavod qilganimda eshitiladi. Mana. Qirillagan ovoz. Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi? Mana. Korobkada. Sprinini bossam hozir yo'q bo'ladi shu. Mana. Yo'q bo'ldi. Qo'yib yuboraman, hozir paydo bo'ladi. Mana. Nima deb o'ylaysizlar? Nima bu? Mana yana sprinini bosaman.